Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Do'stlar, mana bugun biz Namangan viloyati Top tumanining Chartoq qishlog'idan ozgina video obzor qilib boryapmiz. Do'stlar, mana bu ko'prik, bu ya'ni bu temir yo'l ko'prigi. Buni ustidan poyezd o'tgan. Biz ostidan o'tib boramiz, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek, bu yerdan mashina harakati ham bor ekan do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, yengil mashinalar harakatlanar ekan. Bo'yni balandligi 3 metr chiqmaydi, lekin sizlarni ko'rib turibsizlar. Mashina ham harakatlanar ekan, ya'ni bu ko'chaga kirib ketar ekan bu yerda. Bu tomoni mana soy ketyapti yonimizda. Soyning nomini to'g'risi bilmayman do'stlar. Noto'g'ri gapirmay qo'ying. Nomini bilmasdan. Ko'rib turganlaringdek do'stlar, sutlarimiz pishgan, mana paylarga to'kilyapti sutlarimiz. Mana bu yerda g'ozlar ham dam olishyapti. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek